alaykum, qadrli obunachilar. O'zingiz kuzatib borayotgan aka-ukalar. Xo'p, akalar bugungi bir 5 tacha sog'liq chiqaraman. 2 ta qo'zi, 3 ta yosh o'rta, bitta ikkitadan tuqqanidan. Lekin quloqlari o'ta ideallarni chiqaraman hozir. Qo'zilarni ham, katta qo'ydi ham. Xo'p. Videoni boshida chiroyli like bosib qo'ysalang, bugun Namangan tumani Tepaqo'ron qishlog'idan o'zimni xonadonlik qilyapmiz. Bugun hafta kuniga payshanba 2025-yil 19-iyun. Videoni qaysi kuni, qaysi chislada ko'rsalaring, telefon qilaverasizlar. Alloh nasib qilgan bo'lsa, savdomiz bitib qolsa, olaverasizlar akalar, turgan bo'lsa. Xo'p, bu qo'yimiz bitta tuqqan, bitta yo ikkita tuqqan. Hozirda qisir. Qo'chqorga hali qo'shganimiz yo'q. Inshaalloh narxini kelishib qolsak, qo'chqorlar tanlab chiroyliga qo'shib beramiz. Xudo xolasa Karolga yoki Prinsga. Xudo xolasa. Bu qo'yda hozir kichkina variantida ham bor. 4 oylik qo'zi variantida. Hozir uni ham ko'rsataman. Hop, buni qulog'i 20. Hozir o'lchab ko'rsataman. Mana quloqlari. Kalsosi? Kalsodan qo'y. O'tadi. Shundan. Kalsodan shu tekislang. 21 mi? To'xtab tur. O'zim qo'ydi. Chunki obunachilar menga ishonishadi. Ko'pchilik. Mana kalsodan o'zim qo'ydim. Uchun tekislang. 20. Chunki men o'zim hozir javob beraman 20 plyusligiga, 21 ga yaqinligiga, lekin men 20 ga beraman qo'y qulog'ini. Ikkita baldoqlari ham bor. Mana yullari mana bo'ynidan pula tushyapti, simjon holatga kiryapti, yiltir holatga. Mana quyruqlari ozgina qarotolar bo'lib qolgan qo'y. Uzunligiga bitta metr qo'yaylik bo'yiga. Bo'ylari mana quloqni orqadan tashlash. 3 qaytarlik bitgan. Quloq uchlari qorong'i bo'lib qolyapti. Mana quloq uchlari qaytarib yotadi. Bo'yiga bitta metr qo'yib beringlar-chi. Yo'q, to'xtab turing, o'zim qo'yaman. Yerdan qo'yaman. Salkam. O'zlar bilasizlarmi, turmani. Ozgina kam 90 ga. 1 sm. Kallalar, yuzlar, quloqlari. Kallasi katta, qo'ydik, quloq kichkinaga o'xshaydi. Mana yelkasidan. Xurshidbek yordam berchi. Xurshidbek kanaliga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Yaxshi qo'ylar chiqaryapti mana. Kvadrat uzunligi ham. Quloqlar. Mana quloq uchlarini ko'ryapsizlar. Qo'zini nihoyatda chiroyli beradi. Inshaalloh katta qo'ylarni qo'yadi. Xurshidbek och. Xo'p, xudo xolasa buni narxini kelishamiz. Hozir buni ukasini bitta ko'rsatayda, ikkovini bir joyga oladiganlar. Olaverasizlar savdo qilib. Bu ikkita tuqqan qo'y akalar. Hozir 4 oylik qo'ysini ko'rsataman shuni. Bo'ylarini uzunligini ko'rlang. Xo'p, akalar mana bu kichkinasi, mana orqa quyruqni qaranglar. 2. Yonboshqicha mana qa. Shunday. Shunday. Kallarni menga qaratchi. Quloq qarang, quloqni. Urumchini qo'ylariga o'xshaydi. Menga qaratchi quloq. Mana quloq. O'lchab berchi azimjon shuni quloqni. Sekin ushlab tur. Kalsosi mana. Kalsodan sekin ushlab tur. Nima şeydi? 19,5. 19. Xolos, 19 ga javob berdi. Naki men o'zim bilaman-da, buni ko'rganman. O'lchab, o'z qo'llarimni o'lchab ko'rganman. Buni bo'yi kichkinaroq. Bo'yini o'lchab ko'rsatib. Bo'yi kichkinaroq. Lekin sifat o'ta edi. Bo'yi kichkina buni, chunki yoshi kichkina-da buni hali. Bo'yi yetimish. Kalla. Quloq bular. Quloqni oldidan ko'rinishini qarang. Bu taxni 3 qaytarib qoldi. To'g'rilandi. Mana quloq. Xo'p, bularni ikkita katta, bitta katta-yu, bitta kichkinasini ikkovini bir joyga oladigan bo'lsa, oladigan odamlar bo'lsa, jupini 12 millionga beraman. Bir joyga olib bo'lsa, 12 millionga yetkazib beraman. Quloqlarning parametrlarini ko'rlang. Bunisi hali qochmaydi, chunki bu kuzda qochadi. Narigisini qochirib beraveraman, xudo xolasa. Kelishib qolsak narxiga. 12 millionga dastavka qilib beraman. Dastavka ichida quloqni menga qarab chiqqanlarni. Mana.
Qo'ylarga garantiya beraman. Bir hafta. Akalar bu ikkinchi bir juftlik. Bu ikkovi sherik. Ikkinchisini endi chiqaryapti, ikkisi endi o'tyapti. Hali qisir ikkovi ham qochmagan. Hozir buni ham quloqlarini, bo'ylarini o'lchab ko'rsatib beraman. Sen oyoqlari tikka tekis. Metr dabga chiqurishbek. Quloqni o'lchaylikchi, qo'y. Tishlarni ham ko'rsatib beraman. Ikkisi endi chiqarib. Shuni ochchim uni. Ana, ikkisi endi o'tyapti, bo'ladi. Narigisini ham ochib qo'y, birolar. Unisini ham ochib ko'rsatib qo'yaman. Xo'sh. Ikki tish bo'ladi. Ishmam. Qo'yga bitta metr qo'yish. Hep o'zim qo'yaman. Chunki buni ishlamay o'zimga ishonishadi. Mana bo'ylar. Ikki tishga o'tayotgan qo'ydi bo'ylari. Kallalari, kalla qismi. Qulog'i ham metrda qo'y. Buni qulog'i lekin uzun. Normal uzun. Kalsosi. Uchoz var ekan. Mana kalsodan qo'ylar. Şeydan. Mana. 20. Ular 20 ga javob. 20 oshiqam o'zi asli. O'zim real o'zim o'lchovimda o'lchasam. Mana quyrug'i razrezlik, hali qisir. Hop. Manasini ham nimmasini ko'rsatib qo'yaman. Bunisini qulog'i sal kaltaroq. Mana. Lekin ikkovini bo'yi bir xil, katta kichik joyi ikkovini bo'yi bir xil, lekin buni garbonasi o'ta kuchli bunisini. Garbonasi vobshe kuchli, svetliklari ham kuchli, kallalari, svetligi o'ta kuchli bunlar. Xo'p, buni akalar ikkovini bir joyga oladigan odam bo'lsa, bitta narx aytaman, 7,5 milliondan uyingizga dastavka qilib yetkazib beraman, bir joyga oluvchilar bo'lsa. Kimga ma'qul bo'lsa telefon qilaverasizlar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Endi narx tushsa olasizlar, tushmasa keyingi safar olaverasizlar. Unaqa negativ fikr bildirish kerak yo'q. Chunki biz ham ancha pul sanab bera olamiz qo'ylarni. Sog' bo'linglar akalar.